do'stlar, sizlar bilan yana men Mestrojon. Bugun biz yangi bitta Minecraftni ko'rib chiqamiz. Bu ajoyib Minecraft ekan do'stlar. Nomini ham hozir o'qib beraman. Minecraft Optifine versiyasi 0.14.3 ekan. Kelinglar buni bir ko'rib chiqamiz, obzor qilamiz. Qaranglar do'stlar, lekin dahshat ekan. Ustini ko'ryapsizlarmi? Ajoyib. Javoy o'ynayotgandek bo'lar ekansizlar. Do'stlar, yana birozgina virlashib ko'rdim. Ko'rsataman sizlarga. Biz tepaga qo'yaman. Opa, mana. Qaranglar do'stlar, ajoyib. Ko'ryapsizlarmi? Xuddi haqiqiy Minecraftga o'xshaydi. Mana qarang, bloklar biroz boshqacharoq, xuddi modli. İçini ko'rib chiqamiz inventarimizdan. Manaki haqiqiy Minecraftga o'xshaydi hamma bloklar. Yana yangi versiyadan keyin. Faqat yig'loq obsidianki bu. Obsidian emas ekan. Endi buni o'zi shunaqa bo'ladi, qaranglar. Bu yangi Minecraftdankida, eski Minecraftdanki biroz boshqacharoq, eskicharoq bo'ladi. Kelinglar qani. Sizlar shuni chekkaga olib qo'yay. Xo'sh, wow. Bu ham qo'shilgan. Bu ham qo'shilibdi. Yo'q qoladi. Stregalskiga qo'ymagan. Mana shu ham qo'shilgan deb xursand bo'lib o'tirmanglar do'stlar. Bu oddiy suv xos ko'rsataman sizlarga. Mana. Oddiy suv bu. Mana ko'rib davom etamiz do'stlarim. Ko'zda haqiqiy. Yo-mayo, Enderman var. To'xtasin. Qor kimi? Qor koptok shakimiz. Men bunaqa o'ylamadim. Mayli. Yana ko'rib chiqaveraylik. To'binamiz. Xo'sh, bloklari boshqani ketaylik. Fordni o'zini juda ko'ramiz. Mana ki do'stlar, haqiqiy yangi versiyadankida onajon Enderkus. Wow, Ender portalga borib ko'ramiz. Qani? Nimaga qo'yilmayapti? Nimaga qo'yilmayapti? Bu umuman qo'yilmas ekan do'stlar. Yana shunaqa boraman deb o'tirmaydi. Shuncha vaqtlar bekor ketdi ekan. Lekin ajoyib ekan do'stlarim. Lekin bunaqasiga video juda tez tugaydi. Kelinglar buni sizlar qayerdan tortib olishni o'rgataman. Tamam do'stlarim. Yana ko'rsataman. Mana. Do'stlarim. Mana shunga kirasizlar. Kavel deb qo'yilganga kiramiz. Sal pastroqqa tushamiz. Mana ki o'sha videosi. Ozgina pastroq qilamiz. Mana keyin mana shu yozuvga kiramiz. Mana shu yoqda bor. Shuni bosasizlar keyin o'zi yuklaydi. Yoqqan bo'lsa bittagina like bilan obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Iltimos sizlardan. Xayr, salomat bo'linglar. Agar menga 15 ta like bersanglar, shu videoni yuzini ko'rsataman. Xayr, salomat bo'ling.